Demak, dastlabki texnikamiz samosval Kamaz sotiladi. 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qanday kamchiligi yo'q. Motor korobkalari yaxshi, kuzoplari ham, ramalari ham butun. Ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $13,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Farg'ona viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa Euro Kamaz. 1985-yil. Metan gazlari bor, 400 talik ballonlari bor, motorlari yangi, korobkalari yangi, hadovoylari zo'r. Hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda. Manzil Surxondaryo viloyati. Narxi $20,000 aytilishi, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval Kamaz sotiladi. 1985-yil. Reduktor 49 lik, korobka, motorlari yaxshi, kuzoplari yaxshi, hech qanday muammosi yo'q. Narxi $8,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Andijon viloyati. Navbatda esa samosval Zil sotiladi. 1984-yil. Motor moy yemaydi, korobka zadnimoslari gepaytda, ikkalasida ham ovoz yo'q. Ballonlari 100% yangi. Kuzovlari mahkam yasalgan, uncha-muncha qiy joylarda ham bemalol ag'daradi. Silindrlar mazniki. Narxi $90 million aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval Zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Qayta jihozga hujjatlari bor. Dokumentida hech qanday muammosi yo'q. Kuzovlari chakmon stilida deyishyapti. Ishga tayyor holatda. Manzil Jizzax viloyati. Narxi esa $14,000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir samosval Zil. 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari Ural motori, korobka, zadnimoslari yaxshi, kuzov ramalari butun, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $7,500 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Zil 130 markadagi texnikamiz 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi, zadnimoslari ham yaxshi, ishga tayyor holatda, metan gazlari bor. Manzil Samarqand viloyati. Narxi $65 million aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval gaz elgich sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi, ballonlar ham yaxshi holatda, kuzovlar ham yaxshi, hech qanday muammosi yo'q, hamma joytiga kafolat beramiz deyishyapti. Manzil Xorazm viloyati. Narxi esa $75 million aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir gaz elgich samosval texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Radnoy kraskada turibdi deyishyapti. Hamma joyi butun, bir qo'l minilgan mashina. Narxi albatta yana kamaytirib beriladi. $80 million so'rayapmiz, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa Gazel Next sotiladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, ammo 2024-yilda sotib olingan. 4-pokoleniya propan gazlari bor. Probeg esa 31,000 km yurgan deyishyapti. Holati yaxshi. Variantga ham gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Qo'shimchasiga pult monitorlar qo'yilgan. Narxi $30,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Dubl kabina, motor korobkalari yaxshi, hadovoylari ham yaxshi. Metan gaz hamda benzinda harakat qiladi deyishyapti. Narxi $9,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobkalari yaxshi, hadovoylari ham yaxshi, plita motor, 53 ramaga yig'ilgan, uzunligi 420. Narxi esa $90 million aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Qo'shimchasiga ushbu Gazelimiz faqat naqd pulga sotiladi. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 520 lik 53 ramaga yig'ilgan deyishyapti. Metan gazlari bor, 2 ta 50 talik, bitta esa 100 talik ballonlari bor. Injektor motor nahado holatda, korobka most, hadovoylari zo'r holatda, ballonlar esa o'rtacha holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $130 million aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Qashqadaryo viloyati.
Navbatda esa gaz elgich Sensator sotiladi. 1986-yil, motor korobka zadniy moslari yangi, bochkalari usilin nasos qilingan, gazga, ya'ni metan gazga ruxsatlari bor, holati yaxshi, hech qanday xarajat yo'q deyapti. Narxi $10,000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar albatta barcha texnikalarni egalarini, ya'ni ushbu texnikalarni egalarini telefon raqamlarini pastda yozib qo'yganmiz. Bemalol qolgan ma'lumotlarni va o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni berib, barcha ma'lumotlarni texnika egalaridan olishingiz mumkin. Agar sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat, ushbu raqamlarda bizning Telegram ijtimoiy tarmog'imiz bor. Telegramdan bizga texnikangizni rasm va ma'lumotlarni yuborsangiz, albatta e'longa qo'yib sotishda yordam qilamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.